Dunyoga dağlıq Germaniyalik Türk futbolchi Angliya Arsenal komandasining a'zosi Mesut Özil 13 dekabr ijtimoiy aloqa sahifasida Sharq Turkistondagi zulmga inkos qaytardi va buning sukut qilayotgan islom dunyosiga xitob qildi. U mundaq dedi: "Ey Sharq Turkiston, ummatning jarohatlangan yarasi, aziyatlarga bardoshlik berayotgan mujohid va muhojirlar to'plami, islomdan voz kechishga majburlanishlarga yakkiyana holda qarshilik bildirib kelayotgan sharafli mu'minlar. Qur'on ko'ydirilyotidi. Masjidlar cheqilyotidi, madrasalar cheklanyotidi, diniy olimlar bir-birlab o'ltirilyotidi, erlar zo'rliq bilan jazo lagerlariga solinayotidi. Ularning o'rniga musulmon oilalarga Xitoy erlari o'rinlashtirilyotidi. Shuncha ular zulmning qarshisida islom ummatidan hech bir sado yo'q. Musulmonlar qarindoshlarga ega chiqmayotidi. Ular zulmga sukut qilishning zulm ekanligini bilmamdigando ajaba. Hazrat Ali nima degan chiroyli so'z degan-a? Zulmni to'siy olmasangiz uni hamma odamga bildiring. G'arb davlatlari va axborot vositalari haftalardan buyon, oylardan buyon bo'layotgan zulmlarga diqqatini berib, xabar berayotgan yerda islom dunyosi va axborot vositalari nada qoldi? Ular ajaba zulm bo'layotgan yerda betaraf turib olishning uchiga chiqqan nomussizlik ekanligini bilmamdigando. Ular bir qancha yillardan keyin u yerdagi qarindoshlarimizning xotirasida bu zulmatli kunlarga doir Xitoyning qiyin qistoqlari emas, balki faqat qarindoshlarimizning qilgan sukuti ochiq aslim bo'lib qoldiganligini bilmamdigando ajaba. Ey Rabbim, Sharq Turkistonga yordam qilgin. Sharq Turkistonlik Uyg'ur Mardan 10 yil burun Qirg'izistonga borganlik sababli tutqun qilindi. Mardanning haqida guvohlik bergan akisi mundaq dedi: "Inim Mardan Yasin 2016-yili Xitoyning atalmış tarbiyalash markaziga akirib ketilgan. 3 yil bo'ldi. İnsoniylik normal huquqidan mahrum. Hozir o'lik tirikligi noma'lum sharoitda. 2017-yili 9-oyning 14-kuni atrofida qo'yib berilganligini bildim va bir qatim opamning vichadida ko'rishib ahvolini so'rasam yaxshi emasligini dedi. Bu rasm inimning qo'yib berilib 2 kundan keyin tushgan rasm ekan. Yaqinda inimni, ya'ni 2019-yili 10-oyning 28-kuni qayta tarbiyalash markaziga tutilib akirib ketilib, ta hozirgacha qo'yib bermadi. Inim zodi nerede? Tarbiyalanguvchilar uyga qaytib baxtli yashayotgan bo'lsa, Shuhrat Zokir va Xitoy hukumatı undaqda inim qani. U yana xalqaro jamiyatni yordamga chaqirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bo'lgan suhbatda tunji qatimliq kelishim haqida birdaklik hosil qilganligini bildirdi. Xitoyga 15 dekabrdan boshlab ijro qilinmoqchi bo'lgan tamojna bejini o'stirishni amaldan qoldirilganligini bildirgan Trump Twitter hesabida mundaq dedi: "Ikkinchi bosqichlik kelishim uchun tezdan muzokarani boshlaymiz. 2020-yillik saylamgacha saqlamaymiz." Xitoyning muavin savdo ministri Wang Shouwen ikki davlatda bir iqtisod va savdo kelishimining birinchi bosqichlarining moddalarida birdaklik hosil qildi dedi. U Amerikaning Xitoyni jazolash uchun qo'ygan qo'shimcha tamojna bejini tadrijiy azaytirganligini bildirdi. Xitoy kishilik huquq masalalarida o'z ko'z qarashini qabul qildirish maqsadida boshlatgan xalqaro tashviqotni kuchaytirdi. Kishilik huquqqa qaytadan aniqlama berish uchun yig'inga chaqirgan Xitoy bu yig'inga xalqaroda tanqidga uchrayotgan Shimoliy Koreya, Suriya va Pokiston qatorliq davlatlarning vakillarini chaqirdi. Yig'inda bexatarlik va iqtisodiy taraqqiyotning fuqarolar va siyosiy erkinliklarga o'xshashli muhim ekanligi o'tirg'i qo'yildi. Va kishilik huquqining universal prinsiplar asosida emas, balki davlatning o'z ahvoliga qarata belgilanishi kerakligini ta'kidladi. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda keng ko'lamda jazo lagerlari qurib, millionlagan Uyg'urlarni qamaganligi sababli tanqidlarga duch kelmoqda. Shotlandiya Milliy partiyasining rahbari Nicola Sturgeon cho'ng saylamda g'alaba qilgandan keyin e'lon qilgan bayonotida Shotlandiyaning yangidan mustaqillik referendumini elib berish kerakligini aytdi. Shotlandiya Milliy partiyasining rahbari Nicola Sturgeon payshanba kuni o'tkazilgan saylamda Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqishini tashabbus qiluvchilarning g'alaba qilgandan keyin e'lon qilgan bayonotida Shotlandiyaning yangidan umumiy xalq ovoziga qo'yib elib berishiga ruxsat qilish kerak dedi. 2014-yili elib berilgan referendumda 53.3% xalq ovozi Angliyada qilishni, 44.7% xalq mustaqillikni tanlagan edi.